Bugungi kunda muzlatilmagan sveji tortni hattoki pulga ham topish birozgina qiyin bo'lib qoldi. Ushbu ajoyib tort universal bo'lib, mavsumga qarab istalgan mavsumiy mevalar bilan tayyorlasangiz bo'ladi. Tuxumni tuz bilan ko'pirtirishni boshlab, shakarni ikkiga bo'lib solib, tuxumni oppoq, quyuq bo'lguncha baland skorostda ko'pirtirib olamiz. Unni ham ikkiga bo'lib qo'shib, rasixitr bilan birga eng past skorostda asta-sekinlik bilan aralashtirib olib, qolipga quyib pishirib olib, pishgandan so'ng duxovkani eshigini qiya qilib ochib qo'yib, biskvitni duxovka ichida sovutib olamiz. Kremni maskarpone siri bilan tayyorlaymiz. Agarda uy sharoitida maskarpone sirini tayyorlash sizga qiziq bo'lsa, fikringizni izohlarda qoldiring. Maskarponeni shakar bilan aralashtirib olib, muzdek 35% qaymoq qo'shib ko'pirtirib olamiz. Ushbu tortning eng muhim siri bo'lgan propitka retseptini albatta pishanada yozib qoldiraman. Krem va biskvitni 3 ga bo'lib olib, har bir qavatiga propitka va mavsumiy istalgan mevalar bilan tortni yig'ib olib, xolodilnikda 3-4 soat davomida sabr bilan amallab saqlab olsa, sveji, sochniy, домашний tort tayyor bo'ladi.